Tarvuz aka. Yigit tarvuzchi bo'ladi. Yigit Yettito'ndan bo'ladi do'stlar. Yettito'nliklar Qashqadaryo, Surxondaryoliklar bo'lma. Mana shu uydan kislab turganmizlar. Bitta patkani bosinglar. Yigit tarvuzchi bo'ladi. Tarvuz aka. Omon bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Dunyoda har kuni turli xil qiziqarli va achinarli voqealar sodir bo'ladi va ularning ba'zilari kamera tasviriga tushib qoladi. Aynan hozir men sizlarga mana shunday voqealarni tasvirga olishgan qiziqarli videoroliklarni namoyish etaman. Agarda ushbu video sizga yoqsa, kommentariyada yangisidan bo'lsin deb yozib qoldiring. Aytgancha, video boshlanishidan oldin like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Qani unda boshladik. Nechinchi kelishsiz? Birinchi kelishim. Qayerdan keldingiz? Bukadan keldim. Nima bo'lyapti? Mana shu yerda bitta tomir bor. Ko'ringchi. Ha? Iya. Ha? Voy, yo'q. Yo'q. Nima? Voy, rahmat. Shu itmani itim bo'lmaydimi? Odam qitirib ketaver ekan-a? Odam qitirib ketaver ekan-a? Ko'p pul to'g'irsa qitirib ketaver ekan-a odam-a? Odam qitirib ketaver ekan-a? Ko'p pul to'g'irsa qitirib ketar ekan. Hayotimda odamni ko'rganim cho'milganman, lekin itni ko'rganim cho'milmaganman. O'z ishini majburiy qiladiganlar mana shunday ko'rinishga ega deb o'ylayman. Bunaqa omisi bo'lmasa kerak, lekin maktabda 2 emas 5 o'qiganmi, bu 6 ga o'qigan bo'lsa kerak bu. Znak chiqaring, darvozani oldiga yozib qo'ygan narsani. Mashinangiz oldiga darvozani qo'ymang, iltimos. Bu kim, sen kim, men kim degan holat mana shu bo'lsa kerak. Bu kim bu? Sen kim, bu kim? Ha? Yo'q, bu kim, sen kim? Men kim, sen kim? Ana men sen boshqa. Sening otang ham shunday mujik odam edi. Sen ham shu otangga qarab ketsan, mujiksan do'stim. Lekin agar ishlarimiz orqaga ketsa, xotiningga hamma kirdiganlaringni aytib beraman. Yondim, kuydim, o sevishgan toshbaqalar. Jonkan meni. Sasuvchan meni. O'zim o'zimni olib kuydaman, buni boshida chizib ko'ring sasuvchani. Sasuvchan. Yetmana ahli aytmaydi. Aqshma, nima? Negri bolasi. Voh, mana. Tinib tinchimagan ustalarning qilgan ishiga qarang. Shu o'ylayapman, kelmayapti-da, miyamda majlis bo'layapti-da. Bu Jigulini bir urib kichina qilib qo'yganmi yo menga shuna kichina ko'rinyaptimi? Ozgina yordam berib yuboringlar. Xayr maktabim, xayr yoshligim, xayr birinchi sevgim, xayr go'zalim. Ko'rinishidan bu kishi yaxshi uxlab dam olmagan bo'lsa kerak-ku. Va brat, kuchingizga qarab yuring, bu uzuv ormasiz zanjir hozir kimnidir tishlab oladi. Katta bo'ri bo'lsa ekan bu, bile. Onasini emsa, menga havas qildingizmi deyman, brat, chin dildan havas qilsiz, lekin bo'ri bosarimga. Qarang-a, it sal qolsa ishiga kechikardi. Bu kishini nima desak bo'lar ekan-a? Qani variantlarni kommentariyada yozib qoldiring. Mana bu shovara. Shoshilinchda bunaqasi ham bo'lib turadi. Kutilmagan mehmonlar uy egasini hayratda qoldirdi. Izohlarda yozib qoldiringchi, sizda ham shunga o'xshash holat bo'lganmi yoki yo'qmi? Oh! Yashash yaxshi. Hay. Yozda yashash undan ham yaxshi. Ay, tog'ajon. Kayf qilyapsiz, lekin gap yo'q ey. Mana nima edi? Ol, oyog'im, bizning oyoqni bosing. Ol. Birinchi marta samolyotda uchayotgan yaqiningiz bo'lsa, aeroportdan qanday o'tishni tushuntiring. Aks holda mana shu holatga tushib qolishi mumkin.
Do'stlar, mana shunday qiziqarli videoroliklarni tez-tez ko'rib turishni istasangiz, kommentariyada yangisidan bo'lsin deb yozib qoldiring va ushbu videoroligimiz yanada boshqalarga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.